Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolisa bugun ko'pchilikdan keyin savollarga javob berishga harakat qilamiz. Akalar, boshlashdan oldin videomizga like, podpiska tashlab qo'yasizlar. Kanalimizda rivoji uchun qo'llab-quvvatlab turasizlar. Oldindan uzr so'rayman, xato kamchiliklar bo'lsa. Ko'pchilik aka-ukalarimiz savol berishdi. O'shanga hozir qo'ldan kelgancha javob beramiz, akalar. Qo'y boqadigan tanish aka-ukalarga barchaga jo'natib qo'yamiz. Foydali va manfaatli video bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xolisa. Qo'ylarimiz yem hashagini yeb yotib olishdi hozir. Ventilyatorlar qo'yib qo'yganmiz. Xo'p. Xo'p akalar, so'rashibdi. Qo'ylaringiz suzishmaydimi deb. Xo'p. Ayrimlari suzishib turadi. Bir yemda turgan narsa baribir qo'chqorlik qoladi akalar, mana. Shuning uchun bunaqa yog'ochlarni qoqib qo'yganmiz. Bu yerda ham bor edi, sindirib yubordi. Xudo xolisa bir qo'raligiga ja suzishavermaydi. Oxurlarimizda mana tuzlarimiz обязательно turadi. Suvlar issiq kunda ko'p turishi shart qo'ylarning oldida. Bunaqa sug'orish kecha kuni bitdi mana. Shu orqali sug'oriladi qo'ylarimiz. Xo'p akalar, kimga sifatlik qo'ylar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolisa yemini yeb turgan ehsonga, aqiqaga, qurbonlikka, nasl yo'nalishiga qo'ylar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolisa vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastavkasini qilib beramiz. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda mana akalar. Hop, Hisori desalaring Hisori. Hop, Qirg'iz Arashan desalaring Arashan Qirg'iziston qo'ylaridan akalar. Xudo xolisa mana qo'ylarimiz yemini yeb, endi sekin mana xuddi mana shunday qilib qoqib qo'yiladi urushmaslik uchun. Balon ham ostidagi balonni uzaverdi. O'shanga yog'och yaxshi variant ekan mana. Ko'rib turibsizlar, yemini top-toza qilib yeb qo'yadi. Issiq kunlarda hozir ko'pchilikda muammo bo'layotgan katta qo'ylar yemni yaxshi yemayotgan bo'lsangiz, tavsiyamiz bor. Xudo xolisa mana shu holatda ham bir berib ko'rsalaring, xudo xolisa ishtahalari yaxshi bo'lib ochiladi akalar. Mana 100 kilolik qo'ylarimiz oxiri top-toza. Pashta mana somon ozginadan ortib qo'ygan mana. Kechasi yeb qo'yadi buni ham. Taglari quruq, muhimi quruq turish kerak. Qo'yxonaning tagi. Xudo xolisa aloqaga chiqaverasizlar. Qo'y kerak bo'lsa bemalol kelaverasizlar, lakasalar tashab beriladi. Xudo xolisa. Manzilimiz Namangan tuman Tepaqo'ron qishlog'ida. Nomerlarimizni qo'yib ketamiz. Qiziqtirgan savollar bo'lsa bemalol kommentariyada izoh va fikrlarni yozib qo'yaverasizlar akalar. Hop, endi yemimizni ko'rsatamiz. Mana shu yemimiz ortmaydi. Xudo xolisa bir 5-6 oydan beri shu holatda boqamiz. Hali shu paytgacha ko'z tegmasin. Umuman qo'ylarimizda ortgani yo'q. Mana shu yemimizga hop, bu 100 ta qo'yga mo'ljallangan. Bitta qo'yga 1 kilodan to'g'ri keladi. Aralashtirilgan holatda. Mana shu holatiga hozir mana shu yerda makka, bug'doy, arpa qaynatib, ustidan 13 kilo kepak, bir 10 kilo simichka shirotini qo'shib beramiz. Keyin 2-3 ta aka-ukalarimiz so'rashdi, yemingiz achib qolmaydimi qaynatilgan deb. Xo'p akalar, iloji boricha kunduzi qaynatib qo'ysalaring, kechqurun berib, kunduzi qaynatib qo'yilsa, kechqurun beriladi. Ertalabga berilsa, o'shanda achimaydi akalar. Biz shu holatda beryapmiz. Misol hozir kechqurun mashina tayyorlab qo'yaman. Bu ertalabga. Hozir kechqurunligini berib bo'ldim. 2 mahalda tayyorlayman. O'shanda achimaydi yemlaring. Mana shu qozonimiz, qaynar qozonda mashinada qaynatamiz. Hozir uvitib qo'yamiz. Ertalab soat 9-8 larda bir 2-3 soatda tayyor bo'ladi. Shu bilan bitta qo'zg'ab qo'yilib, aralashtirib, shunday aralashtirib beraveramiz qo'ylarga. Xudo xolisa aynimaydi. Hop, ozgina kasada tuz qo'shamiz ichiga.
simichka shurut qo'shamiz, bo'ldi. Shu holatda bersak, xudo xolasa qo'ylarimiz yeyishlari zo'r akalar. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada fikr va izohlarni yozib qo'yaverasizlar. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr. Aloqa chiqarasizlar. Hop, bu yemimizni ozg'in qo'ylarni tez semirtirish uchun, ishtahasi yo'q qo'ylarga oshqozoniga yoqadi, xudo xolasa hazm bo'lish jarayonini tezlashtirib beradi. Yaxshi yuqadi qo'ylarga akalar. Endi hamma har xil boqadi, sharoitdan kelib chiqib. Mana shuni tavsiya qilamiz agar sharoitlaring bo'lsa. Xudo xolasa effekti zo'r. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kanalni yaqinda ochdik. Yaqin tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Qo'ylar kerak bo'lsa, yana bir marta aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa soni serob, cheklanmagan miqdorda. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.